Ummonda ishlash haqida ko'pchilik bilmaydi. Lekin bu yerda yashirin imkoniyat bor. Qisqacha. Ummon tinch va xavfsiz davlat. Dubay kabi shovqin emas. Sokin, barqaror hayot. Ishlar. Ummonda eng ko'p ishlar. Mehmonxona xodimi, ofitsiant, kafe, restoran, tozalovchi, cleaning, qurilish ishchisi, haydovchi. Ish bor, lekin topish biroz qiyinroq. Saytlar. Ish topish uchun indeed.com, gulftalent.com, naukrigulf.com. Shu saytlar orqali Ummon ishlarini ham topasiz. Oylik $600 dan $1200 gacha. Ba'zida yashash bepul. Kamroq, lekin xarajat ham kam. Viza. Ummonda ishlash uchun ish vizasi kerak. Firma chaqiradi. Sponsor. Pasport plus med ko'rik. Narx $300 dan $1000 gacha. Ba'zida bepul. Muhim, oldindan katta pul so'rasa, ehtiyot bo'l. Faqat rasmiy yo'l bilan bor. Farqi Dubay, tez pul. Ummon, sokin pul. Sokin hayotni tanlaysanmi yoki katta pulni?